Xullas, polirovkaga olib qo'ygan jentramiz ham tayyor bo'ldi. Mana ko'rishingiz mumkin. Lekin вообще zo'r chiqdi. O'zim ham ko'rib havasim kelyapti. Sizlarga Nodir tushuntirib o'tadi bunga nimalar bo'lganini. Nodir? Slojni polirovka bo'ldi. Hozir buni ikki sloj bo'ldi. Endi uchinchi slojni endi uramiz, nasib bo'lsa. Hop, hozir ikki sloj bo'ldi. Uchinchi sloj nima bo'ladi o'zi bunga? Uchinchi sloj shu gidrofоб. Suv ushlashi. Badanga suv turmaydi, moyka qilasiz-ku, o'sha payt badanga umuman suv turmaydi. Changni ushlamaydi. Xasta ham bo'lmaydi-da. O'zi bu ikki sloj bo'ldi. O'zi yana bitta moyka bo'ladi, moykadan keyin bo'ladi-a u ishlar. Moykadan keyin ham moyka qilamiz. Unga changmaslik kerak-ku chiqadi. Keyin ishni boshlaymiz, uchinchi slojni uramiz. Egasiga topshiramiz. Xullas, mana ko'rishingiz mumkin. Hozir badanni fonini ko'rsatib o'taman. O'zlaringiz ko'rib baho beringlar mashinangizga. Qisqacha bitta video qilaman. Zo'r chiqdi lekin. Xullas, shunaqa gaplar. Kelaverasizlar. Protein.uz sizlarning xizmatingizga. Sog' bo'linglar, hammaga rahmat.